Ko'pchiliklar mana shunaqa muzikani baland eshitsa yoki ko'chalarda ko'rasizlar, sambuferlar qo'yib muzikani baland uzoq vaqt eshitadi. Bu esa eshitishni pasayishiga, quloqda turli xil shovqinlarning paydo bo'lishiga, bora-bora esa sizning quloqingiz kallikkacha olib keladi. Yana bitta misol, oddiy to'ydan chiqqanimizda to'yxonalarda ko'ramiz. Ba'zi bir odamlar quloqda shang'illash, eshitish pasayish paydo bo'lib qoladi vaqtinchalik. Bu ham bora-bora eshitishning keskin tushishiga olib keladi. O'zi normada 16 mingdan 20 ming gertsgacha eshitish bu eshitish normasi hisoblanadi. Undan baland eshitish eshitishni pasayishi va eshituv nerviga ta'sir qilib eshitishni bora-bora yillar o'tgan sari pasayish, kallikkacha olib keladi. Buni nomini meditsinada sensorniy tuyg'u, ya'ni eshitishning aralashib eshish pastligi deyiladi. Shuning uchun sizlarga eng yaxshi tavsiyam hech qachon baland muzikalarni eshitmanglar va to'yxonada borganda ham kalonkani oldiga o'tirmaslikni tavsiya qilamiz. Bu videoni muzikani baland eshitadigan tanish o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz.